Bir mashinani o'rniga 1,5 mashina bor. Dastlabkamiz endi hozir vodiy bo'ylab. Bu Perivalda ag'idan, Voqa taraflaridan, Toshkentdan chiqib qolsa, ularga nima qilamiz? Aka tortinmay telefon qilaversin. Qopli variantlar qilib beramiz. Qopli variantlarini yo'lga qo'yib qo'yganmiz. O'zimiz akalarimiz bor. Xuddi shu ko'rsatgan silosizdan Xuddi mana shu makkadan. Mana shundan chiqarib beramiz. Bu achamaydi, sasamaydi, qoplab qo'ysangiz turaveradi. Dumbuli pishirib yeydigan bo'lgan aka. Mana dumbuli. Mana silosimiz. Mardaylari mana shunaqangi holatga kelib qolgan. Silosni ichida endi shuna bo'lib ko'rinib turadi. Unaqangi o'z Qarang aka. ajrab don chiqib turmaydi baribir. Hammaga assalomu alaykum. Chorvador.uz kanalining ashaddiy obunachilari va YouTube ishqibozlari. Mana bugun biz Andijon viloyati Ulug'nor tumanidamiz. Siloslarimizni yangi polyatsiyaga kelganmiz. Zo'r holatda, dumbullari suqat holatda oldi. Qaynatib yesa bo'laveradigan bo'lib qolgan. Siloslarimiz o'rilyapti. Xudo xolasa bugungi videomizda iloji boricha sizlarga ma'lumotini berib, chiroyli video, manfaatli ma'lumotlarga boy video bo'ladigan umidamiz. Bizni kuzatib borayotganlar, kanalimizga obuna bo'lmaganlar bittadan like bosib obuna bo'lib kuzatib tursalaring. Hozir ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Abdumo'min ukamiz. Abdumo'min Xormen. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xurmonga baraka. Umringizga baraka. To biz mikrofonlar tayyorlanmagunimizcha hozir mayda 5 ta mashina turadi. Olib chiqib ketdi. Olib hammasi dastlabkiga yo'lga chiqib ketdi, xudo xolasa. Ha, yaxshi ketyapti ekanda undan. Xudo xolasa hamma o'zi chilosizdan boshlandi. Chilosizdan hamma joyda boshlandi. Masalan, zo'r holatda mana ko'rishlaringiz mumkin. 3,5 plus ekan, xudo xolasa. Xudo xolasa 3 metrdan ortiqroq. Ha. Buni endi holati qanaqa? Dumbuli Aka, Venger makka. Venger makka. Venger makka, o'zimizning oddiy Venger makka. Aha. Tagida mana bu o'tlarni ko'rib gapirishlari mumkin, lekin bu o'tlari kombayn o'rganda chiqmaydi. Toza stilosda o'zi chiqadi. Ha, mana yerda qoladi. Aha. Oldi pishirib yeydigan bo'lgan. Oldi pishirib yeydigan bo'lgan. Yo'qmas bor. Oldi, misol o'zimiz qaynatib yeymiz-ku. Ha. Xuddi shu holatga kelgan. Makka chiroyli holatda maqtashga hojat yo'q, o'zi shunday ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Suvi chiqmaydi. Suvi chiqmaydi. Suvi chiqmaydi. Mashinaning ustiga ham chiqib bitta ko'rsatamiz. Eng nimasi, gilanisi suvi chiqmaydi. Bu yerimiz necha gektarli hozir? Hozir 28 gektar yerga tushganmiz. Maydan ko'rsatib qo'ying-da mana. Ha, shoqar. Mana maydan ko'rsalaring. Bu kartamiz bor. Mana o nari tomonda turibdi. O'ng tomonimizda hali boshlanmagan. 10 gektarlik boshlanmagan kartamiz turibdi. Ha, o. Haligi odamlar aytadi-ku, yerdan yerga o'tdik, narx o'zgardi. Yo'q, narx o'zgarmaydi. Narx bir xil. Narx bir xilda turadi, xudo xolasa. Bitta gap gapirayman obunachilarga. Kanalimizga obuna bo'lib, kuzatib, qo'llab-quvvatlab, Abdumo'minning otasiga rahmat deb turinglar-da, hozir narxni xudo xolasa juda arzon narxda qo'yamiz. Sindiramiz, hoji aka narx sindiramiz. Narxlar mana sinyapti o'zi. Mana hamma joyda bor-ku, sag'anaq joyi bo'ladi-ku. Mana qarang. Bu 5 qo'l barobar emas deymiz. Hamma joy yerda sag'anaq joyi. Endi sekin yurib kelavering hoji aka. Ha, suv jicha nima bo'lib qolganmi batda, kelmay qolganmi? Yerda ozgina sho'r joyi bor. Ha. O'shunda ham o'shitlar ham dumbulishadi. O'shitlarda ham dumbuli bor. Endi hali dumbuli qatigan bas. Men hozirda ko'ryapman, qatimagan-a, Abdumo'min. Dumbuli xudo xolasa oldi pishirib yeydigan bo'lgan. Ha, pishirib yeydigani hali pishirib yeydigan bo'lgan. U bir xil odamlar hali qattig'ini olarganda, u bilmayman. U baribir molda oshqozoni hazm qilmaydi aka. U qattiqni hazm qilmaydi ham. Molda oshqozoni hazm qilmaydi. Mana qarang, mana nima 4 metrdan balandmi aytlar. Bemalol 24 ga telefon qilib ma'lumot ham so'rashaveradi. Ha, qo'ldan kelgancha qanaqa bosiladi, qanaqa qilib saqlaydi, aytib beramiz. Buni senajda bilsangiz qoplash mumkin emas deganmiz. Ha. Buni qoplab qo'ysa turaveradi. Buni qoplasa xolaganicha qoplab qo'ysa turaveradi. Qarang, kombaynni, ko'mishini qarang. Kombayn baravar turibdi. Oho, kombayn 380. 380. Kombayn 380. Baravarcha to'xtasa, men shuni bitta ko'rsatardi obunachilarga. Tevasidagi o'rilgan holatini hali bir xil joydan bu suv chiqadi, boshqa deyish mumkin-da, bitta ko'ramiz. Hozir men
Ashga chiqib turib obunachilarni yerda ko'rsatib qo'yaman Abdumomin. Ko'rsating aka. Aka mana shuni ushlab turasiz endi. Mana aka dumbuli. Qani? Dumbuli pishirib yeydigan bo'lgan aka. Mana dumbuli. Mana silosimiz. Mardaylari mana shunaqangi holatga kelib qolgan. Silosni ichida endi shuna bo'lib ko'rinib turadi. Unaqangi o'z qarang aka. Ajrab don chiqib turmaydi baribir. Hech qanday suv chiqmaydi. Ha, bu anaqaga bossangiz suv chiqmaydi, xudo xolasa. Tepalab chiroyli qilib vodiyda istalgan nuqtasiga dastavka bor. Zil 53 mashinalarimiz bor. Mana shu yerda endi bitta tevada turganimizda bitta narxni yondiringchi. Necha pul qilib berasiz biz obunachilarga? Aka meni bilasiz, dehqon ustiga narx qo'ymayman. To'ppa-to'g'ri. Dehqon ustiga narx qo'ymayman. 450 so'mdan yer ichidan chiqishi. 450 so'mdan. 450 so'mdan kiloga. Endi u 450 so'mdan o'zingiz obunachilaringizga nima qilayotganingizni biz obunachilarga endi tushunib bermasiz. Bilasiz Hoji aka, o'zim ham Instagram yurgizaman ozgina. Aka, bitta gap aytaman. Sizni obunachilaringizga faqat YouTubedan, Instagramdan ko'rib kelganga 440 so'mdan men dehqon bilan gaplashib qo'yaman. Bo'ldi, o'zi rozi qilib. 440 so'mdan aka kelishaveradi. Bo'ldi, bor aka. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana Abdumomin o'zi mana 450 so'mdan sotyapsiz. 450 so'mdan men o'zim Instagramga qo'yib, Class Jaguar 850 profilim bor. Shunga qo'yib sotyapman. Kirib ko'rishlaring ham mumkin ishonmasanglar. Bemalol ko'raverasizlar. Endi qarang, Hoji aka. Hech qanday mashinani o'ylashmasin. Mashinalar ham bor. Ko'zim bilan ko'rib olaman desa, ha, xohlagan to'rlarda mashinasini topib beraman. Kelishilgan holat. Ha, xohlagan mashina. Xohlagan mashinasini. Katta furalargacha topib beraman. Men bu makani ko'rdim, maza qilib boryapman. Qarang, bu turishini qarang. Ob-havoni qarang, rosa ob-havo ham mo'tadil bo'lyapti. Mo'tadil bo'lyapti. Andijon viloyati Ulug'nor tumanida turibmiz aka. Qarang. Qishloqning nomi nima? Istiqlol. Istiqlol qishloq. Istiqlol. Endi mabodo hali bilmagan, tushunmagan aloqaga tushsa lakasida tashlab beraveradi. Lakasida tashlab beraman, kelib, ko'rib, yoqtirib, mashinadan aytganimdek dastavkaga hech ham o'ylanmasin. Aloqaga 440 dan 50 kilometrgacha 100 so'm dastavka qildirib beraman. 540 so'm bo'lib qoladi. 540 so'm. Oldingi silos qo'yganimizda agar obunachilaringiz eslashsa 530 so'm yer ichidan chiqayotgan narxni qo'yganman. O'shanda ham talabon bo'lib ketdi. Ha, o'shanda endi qarang, yer ichidan chiqayotgan narxda emas, uyga yetib boradi o'sha narx. Uyga yetib boradi, ham uni umuman dumbuli yo'q edi. Buni mana hozir o'sha donlari bor. Oldim, misol hozir ko'rsatdik, qaynatib yeydigan bo'lib qolgan. Narxda singani shu bo'lsa kerak aka endi. Narx sindi, haqiqiy sindirdingiz narx. Sindi aka, qarang. Silos qolasa iloji boricha endi ma'lumotni beryapmiz. Mana mardaylari endi mana shunaqa bo'lib, maydalab, bu chambayin o'zi qatib qolganda ham maydalab yuborar shekilli. Aka, xudo xolasa hali drabilkalari ham bor. Buni doni qatigan holatda o'rib beraman. Doni qatiganini ham chiqaradi. Doni qatiganini tegirmondan chiqarib beraman. Ajalarimiz mana shunaqa qilib turib, bir necha marta to'xtab bosishyapti mana shunaqa qilib hozir. Bir to'ldirib turib, bosadi. Yayadi, tepalab bosib turib, yana 3 marta oladi shunday qilib. Shunda nechta qancha sig'diryapti? Shunda uni 7,5 tonna atrofida sig'adi. 7,5 tonna. Persepdan 2 barobar ko'p. 2 barobar ko'p. Bu hali bir mashinasi, ba'zi tumanlarimiz bor, mana Oltiariq, Qo'qon zonalarimiz bor. Mashinasi Shtugibay deydi. Ularga ham gaplashaveramiz. Shtugibay ham? Ha, misol aka menga bir mashina kerak, kiloni bilmayman, menga bir mashina kelsin desin, men hisoblab chiqarib, chiroyli bir mashinani chiqarib yetkazib olib borib beraman. Men lekin oldin mana mashinaga bay qilib olardim. Hozir oxirgi 1-2 yildan beri kilolab olyapman. Kilolab olganda yutyapman ekan. Kilolab olganda bo'lyapti. Aniq kiloni bilasiz, olgan kiloingizga pul to'laysiz. Hech nimadan hech kim yutkazmaydi, dehqon ham yutkazmaydi, shopir ham yutkazmaydi, oluvchi ham yutkazmaydi. Ha, bilasizlar nimaga pul o'shanga yarasha massa boradi. Ha, o'shanga yarasha. Nima qilib mana bosib olib borgandan keyin yo'lchilarga ham yutkazmaysiz-da albatta. Maksimalli bir mashinaning o'rniga 1,5 mashina boradi. Ha. Bir mashinaning o'rniga 1,5 mashina boradi. Dastlabkamiz endi hozir vodiy bo'ylab bu Perivalda Ag'idan, Voqa taraflaridan, Toshkentdan chiqib qolsa, ularga nima qilamiz? Aka tortinmay telefon qilaversin. Qopli variantlar qilib beramiz. Qopli variantlarini yo'lga qo'yib qo'yganmiz, o'zimiz akalarimiz bor. Xuddi shu ko'rsatgan silosizdan desa, mana shundan chiqarib beramiz. Bu achimaydi, sasimaydi, qoplab qo'ysangiz turaveradi. Sirazi qoplab chiqarib yuboradilar. Ko'rasizmi, tagida o'sha makkan pishmagan ko'k deydi-ku.
Ha, mana qurib bo'lgan taglar. Taglari qurishi kelib, chiroyli holatga kelib bo'lgan. Endi mana iloji boricha mana doni bor, hali dumbili borini ko'rsatdik, ma'lumotini berdik, xudo xolasa. Hozir chambarimiz ikkinchi nimaga yozib bitta yurganda ham mana o'rilayotgan jarayonda ko'rsatib, yana jichcha ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Yana bir narsa aka, Jaguar, mayda qo'radi, boshqa qo'radi. Aka, 3 xil varianti bor. Ha, haligi menga ko'rsatgan. Telefon qilib, bemalol telefon qilib so'raydi, aka menga mayinroq qilib bering, yeriroq qilib bering deyveradi. Bu hozir eng mayinimi? Ikkinchi xotda o'rilyapti, o'rta xotda. Bundan mayini ham bor. Bundan mayini ham bor. Bundan kattasi ham. Bundan kattasi ham bor. Ha, xohlagan ixtiyoriga qarab, ixtiyoriga qarab, talabga qarab chiroyli qilib yetkazib beramiz. Chilosiga pulini to'lagandan keyin chottaraqi bersa, chottaraqi berilaveradi. Mayin bo'lsa narxi qo'shilib qoladi, o'zgarib qoladi emas. Ha. Har tomonlama babichilarga pul to'laydi. Bu bizning qo'limizdagi narsa. Ha. Ha, bu bizning qo'limizdagi narsa. Mana marday bo'lib ko'rinyapti, mana qarang. Mana. Ha, hal mashina misol o'tgan safargi haligi 530 so'm chiqargan joyimizda umuman bunaqa don yo'q edi. O'shanda ham aytganmiz, akalar don ogohlantirib, doni yo'q deb aytilgan. Mana. Bunaqangi so'ta ham ko'rinmaganda, unda qandaydir jicha maydalar, makka baribir jicha xomrog'i deganda unda. Makka xomrog'i unda. Buni ham biz 100% pishgan deya olmaymiz-ku, lekin undan ko'ra hozirgi holatga yaxshi, zo'r holatda mana bu mana chambayin o'rgan, tagidagi o'rgan nimalar qurib qo'yganda endi silosdan ham ko'rinib turibdi. Mana akalar akamiz bunday qilib bosib oldi. Shomolar orqaga uchiryapti. Ekranda nomerlar qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqib xarid qilishlaringiz mumkin. Sizlarga iloji boricha ma'lumot yuzasidan kelib video qildik. Narxlar yaxshi, arzon, atrofga nisbatan arzon. Bundan arzon joyini hali biz ko'rganimiz yo'q. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlashdan like bosib tursalar, bundan da chiroyli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.